siydik qopiga siydikni tepadan olib keladigan. Qayerdan boshlaganimni tushundingiz, ha? Mana shu ichki shilliq qavatni yaqinlashtirgan joyda mana yallig'lanish bor joyda qizarish, shish bo'ladi. Mana siydik qopining ichi yallig'landi. Mana qisman hamma joyi yoki mana shu ko'pincha siydik turib cho'kma hosil bo'ladigan mana shu pastki qismlari yallig'lanadi-da. Shuning uchun birinchi bu yerga sfinkterga urg'u beradigan mana tez siyish. Tez-tez bo'lib qoldim deydigan tez siyish. Qarang. Og'riq bo'ladigan lokalizatsiya joyini qarang. Og'riq bo'ladigan lokalizatsiya joyi mana nima uchun? Sistit bo'lgan odamni mana shu kindik mana bu joylarda joylashadi-da. Undan pastroqda mana qattiq suyagingiz bor. Qo'lingiz bilan ushlab ko'ring. Qattiq suyagingiz bormikan? Ildimi? Yo, qoplab ketmaganmi? Qorindor bo'lib, qorinni ko'tarib turib, tagidan shu suyagingizni ushlab ko'ring. Mana shu suyak orqa qismida tochni o'sha sfinkter, siydik qopi joylashadigan soha. Demak, sistit bo'lgan odamda ayni shu sohalarida noxushlik, sal bir og'riq desa og'riq emas, achish desa achish emas, bezovtalik mana shu joydan boshlanadi. Mana shu joyda yallig'lanish bo'lib turgan joydagi mikrob bakteriyalar siydikni turini o'zgartiradi. Bunda turi o'zgardi deganda ham rangi, ham hidi o'zgaradi. Siydigingizni rangiga qarasangiz bir to'yg'irroq, korishneviroq bo'lishi mumkin, to'yg'irroq yoki tumanroq rangga kirishi mumkin. Shu bilan birga o'tkir hid paydo bo'ladi. Sal tana harorati oshib, a'zo badaningiz bir ozgina qaqshanqirab ketishi ham mumkin, chunki o'tkir sistit temperatura salgina oshishi yoki 38.5 bo'lishi ham mumkin. Bu o'sha joyi yallig'lanishi qanchalik sathni egallaganligiga bog'liq. Shu bilan birgalikda ichki jang immunitetlaringiz bilan kurash bo'lib turibdi. Siydik analizida leykositoz, goh ozgina qonlar ham ko'rinadi. Chunki jang mana shu joyda yallig'lanish joyida bo'lib turibdi. Shu bilan birgalikda sizni sal charchoq ham bosadi, holsizlik ham, yana sistitda ozgina bir yoqimsizroq, jahldorroq bo'lib qolasiz. O'zingizga ham, boshqalar ham o'zingizga ham yoqmaydigan bo'lib qoladi. Kitobimizda urologik ma'lumotlar qayerda deb so'raganlar, u harfiga kirasiz, urologiya bo'limiga kirasiz. Barcha mana urologik ayollarga, erkaklarga tegishli bo'lgan masalalar, o't-uydo kasallikka tarif, ma'lumotlar, sabablar, davosi, retseptlar yoki mana J harfiga bosasiz, jigar mavzularini tepasida jinsiy mavzular. Bu jinsiy kasalliklar, jinsiy ma'lumotlarga to'la bo'lgan bo'lim hisoblanadi. Yoki G ginekologiya bo'limiga kirasiz, mana bu yerda ayollarga tegishli bo'lgan barcha ginekologik holatlarga o't-uydo sababi va davo choralarigacha maslahatlar bor. Bu innovatsion mobil ilova kitobimizni iPhone'larga yuklash uchun App Store saytidan, iPhone emas telefonlar yuklash uchun telefoningizda Play Market yoki Google Play saytiga kirib, o'sha joydan birinchi yordam so'zini yozib, skачать qilib olishingiz mumkin.